Endigi mavzu hörmetlik vatandaş, leksiyani davamlaştırımız. Amerika Savdo urushida qattiq qo'llaning Jongoga sho'ng'ib kelib hujum qilish tayyorligi yetilmoqda. Mavzuda xabar 8-ayning 26-kuni Dunyo gazetining bosh maqolasi sifatida e'lon qilindi. Bosh maqola mundaq boshlandi. Amerika Jongo savdo urushi texmo kaskinlashida. Film bor agentlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumatining savdo urushini qo'llaydigan qattiq qo'l siyosatchilari butkul yoz oylarida xatarlik ahvollarni baholashni tamomlagandan keyin navbatda qattiq qo'llar ishga qismda üstünlükki erişti. Yaqinda Jongoga sho'ng'ib tushib hujum qildi. Yani savdo tijorat sohasida yaqinda Jongoga sho'ng'ib tushib hujum qildi. Qattiq qo'llarning texmi zo'r niyati Amerika Jongo iqtisodining uzundan beri bir-biriga bog'lanib qolishini bekor qilish. Diqqat vatandosh. Amerikada qattiq qo'llarning texmi zo'r niyati Amerika Jongo iqtisodining uzundan beri bir-biriga bog'lanib qolishini bekor qilish. Ta'minlash liniyasini Jongodan Amerikaga qaytarib kelishdan iborat. Ta'minlash liniyasi degan Amerikaning shirkatlari Jongoga bo'lib shirkat qurdigan, zavodlarni qurdigan. Demak, u yerda ishlab chiqarilgan materiallar yani Jongoda işlendi degan nom bilan butun dunyoga tarqaladi. Bu ta'minlash liniyasi bo'lsa, hozir nima deydi? Biri Jongo iqtisodi bilan Amerika iqtisodining bir-biriga bog'lanib qolishini bekor qilish bu Amerikada qattiq qo'llarning niyati deydi. Shundaqla ta'minlash liniyasini Jongodan Amerikaga qaytarib kelishdan iborat bu niyatlar deydi xabarda. Amerikada qattiq qo'l siyosatchilarning niyati deydi. Washingtonda chaqirilgan Amerika Jongo muavin ministr darajaliklar kengashi muhokamasi natijasiz oxirlashdi. Prezident Trump bundan burun Jongodan import qilingan 16 milliard dollarlik tovar mallar 25%dan boshqa 8-ayning 23-kunidan e'tiboran ko'chga ega qildi. Jongo ham o'ch elishni darhol yo'lga qo'ydi. Prezident Trump yani Jongodan import qilingan 200 milliard dollarlik tovar mallarga 25%dan boj qo'ydiganligini e'lon qildi. Bu siyosat 9-ayning 6-kuni kuchga ega bo'ladi. Oldimizda bir hafta qoldi degan gap. Bu siyosat 9-ayning 6-kuni kuchga ega bo'ldi. 200 milliard dollarlik Jongodan import qilingan tovar mallarga boj qo'yish. Jongo ham o'xshashli o'ch elish tadbirlarini jakarladi. Kelgusi bir necha oy ichida savdo urushi texmi kaskinlashida. Prezident Trump navbatda davlat majlisining Jongoning Amerikaga mablag' selishi qarta yangi boshqarish tadbirlarini yo'lga qo'yganligini madhiyahladi. Davlat majlisi qonun loyihasi ma'qullab chet ellarning Amerikaga mablag' selishini boshqarish komitetiga cho'ng huquq berib, davlat bexatarligiga munosabatlik bo'lgan chet el shirkatlarining qo'shib setib elishini, Amerikada shirkatlarni qo'shib setib elishini chekladi. Hukumat amaldorlari mush ayning 24-kuni Washingtonda Yevropa ittifoqi va Yaponiya amaldorlari bilan Jongoning qiliqlarini o'zgartirishga qandoq haydakchilik qilish to'g'risida muhokama olib bordi. Bu ishlar Oqsaroyda savdo urushi qilishda ching turadigan qattiq qo'llarning ustunlikka erishganligini ko'rsatib berdi. Oqsaroyning butkul strategik siyosatida nihoyat zo'r o'zgarish hosil bo'ldi. Diqqat vatandosh. Oqsaroyning balki Jongoga qaratgan butkul strategik siyosatida nihoyat zo'r o'zgarish hosil bo'ldi. Bu yil yozda
mötedillikni teşebbüs kıladigan Maliye Ministeri Steve Mnuchin, Savdo Ministri Wilbur Rose'la söhbetga yetakchilik qilganda Jungoning Amerikadan purchaq setib elishni ko'paytirishni, suyuqlantirilgan gaz va boshqa tovarlarni setib elishni, qizil raqamni azaytishni avval o'ylashadigan ishlar qatoriga qo'ygan edi. Bu ham Prezident Trump e'tibor bilan qaraydigan temalar edi. Bir necha oy o'tgandan keyingi bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining maqsadi kengaydi. Aqsaroyning maslahatchisi Peter Navarro va savdo vakili Leitizer qatorliq savdo urushini tashabbus qilguvchi qattiq qo'l amaldorlar Jungoning siyosat jihatda qurilma xarakterik o'zgartish elib berishini, jumladan haq qo'shib berishni va aqliy mulk huquqini o'g'irlashni to'xtatishini talab qildi. Savdo urushini tashabbus qilguvchi qattiq qo'llarning texmi zo'r maqsadi Amerika Jungo iqtisodining bir-biriga bog'lanib qolishini bekor qilib, jumlalarning vazni bak ig'ir juma vatandosh nima deydi? Amerika Jungo iqtisodining bir-biriga bog'lanib qolishini bekor qilib, ta'minlash liniyasini Osiyodan Amerikaga qaytarib kelishni maqsad qilib. Amerika iqtisodi ko'ch bilan taraqqiy qilib, Prezident Trumpning savdo urushiga dasmoya tayyorlab berdi. Demak, Amerikaning iqtisodi uch qanday taraqqiy qilyapti? Bu hol Prezident Trumpga asos tayyorlab berdi deydi. Shirkatchilar tamojna bejidan norozi bo'lsa-mu, lekin bojni ozaytishdan foyda ko'rdi. Tamojna bejining amaliy iqtisod gavdalariga haqiqiy ta'sir ko'rsatishi 2019 yilga yetib borganda his qilishga bo'ladi.